Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchi. Bugungi videoroligim dratsina gullari haqida. Dratsina gullari daraxtsimon o'simlikka o'xshaydi. Bugun men dratsina gulini mana olgan yangi boshqa turini tuvakka ekmoqchiman. Bu dratsina seriya chiziqli ingichka. Bu sort esa messenger sort hisoblanadi. Bu ham juda katta bo'lib ketgan. Men chiqargan bariklari ham katta qalin sort bo'lib ketgan. Bu dratsinaning bariga enlirog'i, lekin buni ham seriya chizig'i bor. Buniki ingichkaroq. Buni bariga enli. Ikkalasining sorti ikki xil sort. Bugun men shu dratsina gulimizni mana bu oq tuvagim bor edi o'zimda, bo'sh tuvagim. Mana shu tuvakka ekmoqchiman. Bu tuvagi ichida qorasi kichkinaroq mana. O'zining tuvagidan kattaroq, manakay. Kattaroq. Endi cherigacha pinoplast qo'ysam, bu yog'iga bemalol razmer bo'lib to'g'ri kelib ketaveradi. Hozir buni ichiga men pinoplast solib olaman. Pinoplastim maydalangan tayyor. Mana ichiga pinoplast solib olamiz. Dratsina gullari men dratsina gullarini chanqatib suv beraman. Ko'pchilik yozgan ekan, nima ozuqalar berasiz gullaringizga deb. MPK 20 beraman, 13-40-13 beraman. Ular kamdan kam foydalanib beraman. Eng ko'p foydalanadigan ozuqam bu kalsiy degan ozuqa bor. Atiga 5000 so'm turadi. Ana shu ozuqani beraman. Zo'r barglar chiqaradi. Barglari ham, ko'rinishlari ham katta bo'ladi. Holati ham zo'r bo'ladi. O'sishlari, barglarni yaltiratib beradi. Ana shu jihatdan gullarim juda ham zo'r o'sadi. Eng asosiysi men chanqatib suv beraman. Ortiqcha suv berib ildizlarni chiritib yubormaslikka harakat qilaman. Mana o'ziga yetarlicha pinoplast solib oldik. Endi bo'lsa dratsina gulimizni tuvagidan chiqarib olamiz. O'zining tuvagi juda ham bo'sh, mana bo'sh tuvak. Avaylab chiqarib olamiz hozir. Men buni chiqarib olayin. Mana to'proq nima deydi, o'zining idishidan avaylab chiqarib olaman deganim bilan tomirlari ochilib ketdi. Shunday bo'lsa ham o'zimda tayyorlagan universal yumshoq rexli universal to'prog'imga ekib oldim. Universalning ko'p qismi turfdan iborat, kam qismi vermiculet, perlet dan iborat. Derevesniy ugulim ham bor. Orasiga osmokotam solganman. Mana holati juda zo'r. Aralashma o'zim tayyorlagan gullarimga mos to'proqqa ekib olaman. Shunda gullarim zo'r o'sib, menida yanada xursand qiladi. Manaki dratsina gullarimga yana bitta saf qo'shildi. Mana qarang. Buni bariga ingichkaroq, buni bariga enliroq. Chetida yashili, lekin sorti bir xil. Hozir buni yaxshilab suvlab, ustidan suv qo'yib olaman. Brizilkam suv sepichim meni buzilgan, kichkina o'g'lim Muhammad menim buzib qo'ygan. Shuni hisobiga brizilka so'rovdim, qolmagan ekan, olaman desam. Holi buyurtirdim. Endi kelsa bularni yaxshilab suvlab, har kuni ustidan sprey qilib turaman. Mana. Buni kulrang ochiq, oqishroq buniki. Buniki salgina boshqacharoq. Salkam bir desa ham bo'ladi-yu, buni bariga ingichkaroq, buniki qalinroq. Manaki go'zallari bugungi dratsinamiz safi yanada ko'paydi. Dratsina gullari mana bunimni ham mana bugun suv qo'yib chiqdim. To'proq universal o'zim tayyorlagan to'proq. Juda ham zo'r, o'sishlari yaxshi, ko'paytirilishi. Buni mana sheridan kesib, mana tepa qismini suvga solib qo'ysam, yon boshlarini ikkitalab detka beradi bu. Ana shu orqali ko'payadi. Boshqa oldidan detka chiqarishini bilmayman, lekin men mana shunday qilib taglarni olib tashlayman. O'ziga chiroyli stol yasab oladi gulimiz. Manaki bugungi ko'rsatgan videoroligim dratsina gullarim, go'zallarim. Bugun ko'rsatgan videoroligim shundan iborat edi. Bu gulni olgan opani o'tgan safar aytgan edim. Bemalol telefon qilib shu gullardan so'rashlaringiz mumkin. Gullari juda ham sifatli, arzon narxdagi gullar.
Nomerini kommentariyaga yozib qoldiryapman, ko'pchilik bilmayapti. Nomerni yozib olingizlar. 50lik 950 2602. Telefon qilsalaringiz arzon, sifatli narxda hamyonbop gullari bor. Barcha O'zbekiston bo'yicha dostavka xizmatlari ham bor, yetkazib beradilar sizlarga. Bemalol telefon qilsalaringiz Telegram gruppasi bor. Telegram gruppasiga ulanib olsalaringiz gullar haqida ma'lumotlar ham bor, gullari ham bor, narxlari bilan tanishib olasizlar bemalol. Videom yoqqan bo'lsa like bosingizlar, obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar.